Assalomu alaykum. Xo'p o'zimi dadam? Va alaykum assalom. Xo'p o'zimi qizim? Dada, pul bering. Maktabda o'rtoqlarim bilan narsa olmoqchi edik. Yosh bola narsa, pulni nima qilasiz? Men kechib payt sizga zo'r narsalar olib kelib beraman. Xo'p? Yosh bolaman hali. Bo'pti-da. Baba kechqurun mazza qilib osh yegandirsiz, a? Kech payt sho'rva qildik-ku qizim. Dadam kechqurun ayamga derazadan osh uzatdi-yu. Sizga deb o'ylabman. Bo'pti, qo'yaring. Sho'rva bo'lsa ham 3 tuzi to'g'rimi? Men qo'ylarga qarab kelaman. O'tir joyingga. Bu uyda sendan boshqa qo'y yo'q. Kastrulka. Baba, sizga bitta savolim bor-da. Ayamga oq mashina olganimiz yaxshimi yo qizilmi? Nimaga unaqa deyapsiz qizim? Ha, endi dadam kechasi bilan uxlamasdan o'ylanib chiqyapti. Xotin senga oq mashina berganim yaxshimi, qizilmi deb. Pul to'plab qo'yibdi-da, pul. Tadesiz pul to'plab qo'yibdimi? Biz 4 yildan beri yirtib paypadi yuribmiz-ku. Oqidan bering o'g'lim, oqidan. Baba, siz ham buvamga yurachalar chizib sovg'alar berganmisiz? Sen qayerdan ko'rding unaqa narsalar? Ha, har kuni dadam ayamga yurachalar chizib ko'pgina sovg'alar beradi. Qizim, qaraverasizmi? Qizim, mana aytgan pullaringiz uyda gap uyda qolarsin. Xo'p, o'zim dadam bo'larkan-u. Yana jucha qo'shib bering. Endi oshirib beryapsiz. Menga farqi yo'q. Erta-indin buvam ham sanatoriyadan kelyapti. Yana shuncha gapni aytib berishni o'zi bo'ladimi? Nima bo'ldi?